Yıldızdek bir yavru uçarımız canım. Hicran yok joylarga ketarmiz canım. Sadoyidan yodgor senga bu davlating bor avjing zo'rida yo'qlab kelar mantor. Salom olamaydi divonalar divonalar.
barchamizga bugungi Navruz olam muborak bo'lsin. Xo'sh kelibsizlar. Yaxshi niyatlar olsin. Mana hozir davramizga mana bozordan bir g'olib taklif qilamiz. Chiroyli so'zlarni o'tamiz. Davut ketay. Rahmat. Hurmatli insonlar, 5 minut quloq solasizlar. Assalomu alaykum. Hurmatli qishlog'imiz ahli, hurmatli aziz tanishlar. Mana bugun ajoyib kunda, ajoyib mahallamiz mana qishlog'imizda. Mana shuncha insonlar yig'ilib bugunga azaldan bayram qilib kelgan Navruz ayyomimizni mana mahallamiz bilan birgalikda qabul qilish uchun mana yig'ilganmiz. Men ko'p sonli qishlog'imiz ahli nomidan juda ham minnatdorman. Sababi har doim mana shu qishloq bir-biriga muhtoj, bir-biri bilan gaplashib, mana shunaqangi ajoyib insonlarni mana yig'ib, mana davramizda butun qishloqimizda 2 yashardan 80 yoshgacha barcha soqollar insonlar mana bugun kelib o'tiribdi. Hammalaringga tinchlik tilayman. Baxt-omad tilayman. Mahallamizda, qishlog'imizda har doim faqat yaxshi kunlar, to'ylar bo'lishini Allohdan so'rab qolaman. Azizlarim, mana bugun mana shu davramizni yaxshilab o'tkazib, o'yin kulgi bilan mana shunaqangi davralarni o'tkazishni nasib qilgan ekan. Hammalaringga tinchlik, omonlik tilayman yana bir marta. Mana bugun mana qishlog'imizda kelib o'tiribmiz. Hozir mana qo'llamiz qilishmoqdan hozir bitta yaxshi duolar olamiz. Mana shu davrani yaxshigina o'yin kulgi bilan kelasi yil mana shunaqangi kunlarga yana yetkazishni Allohimizdan so'rab, ajoyib o'tkazamiz degan umiddaman. Hammalaringga tinchlik, sog'lik, salomatlik, oilaviy baxt tilayman. Qilishboy marhamat. Bitta qarsaklar bilan bugun davra boshini e'lon qilaman. Rahmat hammalaringizga. Mana buyruq. Avvalambor assalomu alaykum. Qishloq ahli, og'ayin qarindoshlar, aka-ukalar, sizlarga avvalambor Navruz ayyom yangilanishini tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, sog' salomat tilayman. Bitta tilovat qilib o'tganlar rahmat. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. İnna kalamna mursalin ala suratil mustaqim. Tanzili azizir rahim. Lutunzira qawma abakum. Hey, yoniga o'tib ushlab turing, qo'lni ochar. Qala aksarahu yuminina. Inna jalana fanqum aghlana fakhiyana astana fakum mukmitina. وجعلنا من بين أيديكم سدا ومن خلفكم سدا أخشنه يبصرونه وسواء عليكم أنذرتكم أم لا تنذر يؤمنين إنا تنزل أنت مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. İlahimin mana o'qilgan oysanasi siz bizdan umidkor bo'lgan ota jami, ona jami o'tganlarimizni Xudo rahmat qilsin, shohidlar jannatda bo'lsin. Siz bizdan umidkor bo'lgan dehqonlar piriga, chorvamiz piriga, kasbkorlar Temur Islom Hazrat Davud bunlarga hadiyat etdim. Allohumma frili va livalidina va ustoz va jamina mu'minin muhsinat va muslimin muslimat alayhim awad innakum mujdabat rafat darajat manzili barakat khazoi hojat. Epak barori hammalaringizga tashkilotchi qilgan xodimlarga hammalariga biz oilasiga tinchlik topursin, safardagilar safar bexatar bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Robbana atinata fidna sanata va fid akhirati vaqin azaborgan. Allohu akbar. Rahmat, Allohu akbar.
azlarim, mana endi davramiz ochiq, yaxshigina mana qishlog'imizda o'yin kulgi bilan nasib bo'lsa o'tkazasizlar degan umiddaman. Kelasi yil mana shu kecha kunduzga mana shunaqa Navro'z o'yinlariga hammalaringiz bola chaqalaringiz bilan, oilalaringiz bilan yetishni Allohdan so'rab qolaman. Mana Qilichbog'imiz nimalarni aytib berdi. Amin. Allohu akbar. Kelasi yilgacha sog' salomat bo'linglar. Rahmat hammalaringga. Katta rahmat Akbar aka, Qilich akamiz mana shu aytgan ajoyib duolarini mustajob bo'lsin. Albatta azizlarimiz, assalomu alaykum. Mana bugun Uklan qishlog'ida ajoyib bir bayram. Navro'z olamining kutib olayotganmiz kunimiz. Albatta bugun mana shu davramizga butun Uklan qishlog'i nomidan mana shu davramizda ishtirok etayotgan barcha aziz insonlarni Navro'z bayrami bilan qizg'in muborakbod etaman. Bularning doimo lablarini kulgu, chehralarini tabassum tark etmasin. Azizlar, albatta mana shu bugungi yangilanish, uyg'onish fasli bo'lgan Navro'z ayyomida ishtirok etayotgan, qolaversa tashkilotchi aka-ukalarimizdan qizg'in tabriklab mana bugungi chiroyli dasturxon yozgan Uyg'unjon boshliq, Fazl akamiz, Sherali akamiz boshliq, mana shu yerda Akmaljon, Nurbek, Yodgorjonlar o'tiribdi. Mana shu tinimsiz bir 4-5 kun xizmat qilib mana shunday to'kin dasturxon yaratdi. Minnatdorchiligimizni qabul qilasizlar. Azizlar, mana davramiz ochiq. Stol ustiga qo'yilgan noz ne'matlar sizlarga muntazir bemalol olib iste'mol qilishlaringiz mumkin. Hech kim ishni majburlashi uning sportini to'stirib, majburlab sport qildi. Azizlar, mana shu davramiz boshida bir narsani aytib o'tamiz. Hech kimni majbur qilish yo'q bu yerga. Kim xohlasa sponsorlik qilish maqsadida niyatlari bo'lsa sponsorliklar qilsin. Bo'lmasa u shart emas ekan. Azizlar, mana davramizda xushchaqchaq o'tish uchun ajoyib hofizlarimiz tashrif buyurgan. Jo'shib kuylamoq navbatini san'atkorlarimizga beramiz. Albatta davramiz mana o'yin markazi ochilgan. Besuyak o'yinchilarimiz bor, albatta topilib qoladi va shu davramizga taklif qilaveramiz. Marhamat. Rahmat. Borchim boshlandi. Buyog'dagini olib ketmadingmi? Endi aynalib shu stolni olaveraman.
Salqingami? Salqingami? Ha, ona qizim o'ynang. Nima qilay? Hey! Assalomu alaykum. Bayramlaringiz bilan. Aman. Yaxshimisizlar? Bayramlar bilan. Ko'rsatib nima qilmading-da? Hey, hozir ana oyim tamda. Ben sana sayla vardım. Aytan aylan, gözde girdi
demaydimi? Yorgan emas kaptirlar choldan qolgan ular yolg'on deganda Men buni bu yerda o'tirib ko'rib xayri bo'lib o'ylabman. kaptirlar choldan qolgan bu ayvonning boshidan yana qolgan shu to'ylarda ular aytish shundan qolgan ular Namandir qani ko'rinmaydi. İşte. Mana Power yangamiz, Power buvamiz. Bayramlar bilan yanga. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Ha shu yanga bilan akamiz chiqib qishloqda xizmatida to'y maraka chiqib shirin taomlari bilan mana xalqimizga xizmat qilyapti. Rahmat. Porvo zo'r bo'lyapti, ha, qo'lda. Rangi, hidi vobshe dahshat bo'libdi o'zi. Oho. 5 ta go'sht, bitta kartoshka-ku. Mahallamizda obro'yi beryapti. Bechoralar uxlamasdan kecha kunduz chopa-chop qilib, bu endi bitta mahallamizga kelgan to'y. Bahor. Ana mana endi yangilanish deydimi? Hammani dimog'i choq, mahallamiz farovon, ko'chalar asfalt, suvlar oqib yotibdi. Bizlarda mana shu mahallamiz hozirliklar yonib kechqurun o'tsangiz bag'ridan ochib qochilar mashina. Shaharda hozir bunaqa vaziyat yo'qda. Gaz yaxshi, hamma sharoit qo'ydi mana shu mahallamizdagilar. Baraka topsin Shirar akam boshchiligida xotin-qizlardan Xolidiyam mana aytaman hozir. Mana shu yangamga ham, To'g'ajonimga ham uylarini, joyini berib, mehrini ochib, eshiklarini ochib, kechasi bilan uxlagan yo'q. Tog'am bilan qo'sha qarang. Nurbekcha sengandan. Hammalaringiz sog' salomat bo'linglar. Kelasi yil mana shu Navro'z ayyomlari sayldan keyin sog' salomat yetib kelish Allohdan hammamizga nasib aylasin. Yelib yugurganlarga yana men qulluq qilaman. Bitta ham kamchilik yo'q. Rahmat sizlarga. Ati shu rahmatniki. Bugungi bayram dedi. Rais bosh sizga ham rahmat. Lekin mana shu hamsalarim, mana shu o'tirganlar hammasi menga rahmatimni yetkazib qo'ying dedi. Halima opamiz nomidan katta rahmat mana shu davrada o'tirgan hammaga. Azizlar, ana Xolidangam aytayapti, ayollar, turib o'yinga turinglar. Hammalaring qizdiringlar, mana o'ynanglar. Bugun xalqni to'yi bu. Elda to'y. Hamma turib o'ynashga haqli. Marhamat. Qizdiringlar. katta rahmat opa. Sog' salomat bo'ling, kelgusi Navro'z kunlariga sog' omon yurishingizni Allohdan tilab qolamiz. Albatta azizlar, men davramizda mana shu mahallamizning raislari o'tiribdi. Bekov Sherzodjon davramiz ishtirokchisi. Navbatdagi ikki og'iz tabrik bildirsin. Mana shu mahallamiz oqsoqoli Sherzodjondan eshitsak. Keling, qani Sherzodjon keling. Raisga. Rais bu, qani? Endi uzr akangga so'z bermam, endi sen mahalla raisi. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Avvalambor assalomu alaykum. Hamma shu mahalladoshlar, mana kirib kelgan Navro'z ayyom bilan hammani yurakdan tabriklayman. Sog' salomatlik, baxt tilayman. Sog' bo'linglar. Katta rahmat rais bu.
ishlaringizga ulkan rivojlar tilaymiz. Albatta mana shu Uklan City degan Uklan City degan mana shu qishlog'imizga Allohning nazari tushgan o'zi. 1-2 yillar oldin. Allohning nazaridan qochmasin. Uklan City'miz yashnab, porlasin. Azlan Nobodni san'atkorlarga bersak-da mana shu davramizga o'yinchi qizlarimiz, yigitlarimizni chorlab qolamiz. Yallalar yangrasin, kuy jaranglasin. Siymoni to'ldirib sayrasin qushlar, ming xil maqom bilan kabutar kabi charxalar o'ynasin qizlar. Marhamat san'atkorlar. Rahmat. Bizdan chiroyli muzikalar, sho'x muzikalar bo'ladi, o'yin sizlardan. Agar qancha o'yin bo'larsa, shuncha qo'yaveramiz. Agar o'yin bo'lmasa, to'xtab qolamiz. Xonada kelin boshchiligida mana shu davramizga bir qani chorlangansiz. Qishloq boshida. Endi odatda o'zimizni ayollarimiz aslani xorazmcha anolga yaxshi ko'radi. Endi xorazmchadan boshlaymiz, yana qanaqa bo'lsa ketaveradi.